dorilar reaksiya berib boryapti, insonlarda qo'rquv paydo bo'lgan dori ichishga yoki ukol olishga. Shu holatda sizlarga qisqa foydali ma'lumot beraman va qanaqa birlamchi yordam beriladi agar reaksiya bo'lsa. Birinchi holatda bizda bemorni noto'g'ri baholanish, u bemori ochiq qorin, to'q qorindami yoki allergiyasi bor bemor yoki buyrak yetishmovchisi bor bemorlarda ehtiyotkorlik qilish va dorilarni qo'llanayotganda to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri diagnostika o'tkazib, o'rinli qo'llash, miqdorini to'g'ri tanlash, dozasini oshirib yubormaslik va bu dorilarni qilinayotganda ketma-ketligiga ham e'tibor qilish, shifokor tarafdan u dorilarni qaysi payt qaysi birini qilish, ya'ni bir xil dorilarni birga qo'llash mumkin emas, ular bir-birini ta'sirini teskari organizmga kirgandan keyin salbiy ta'sir oshirishi mumkin. Bu dorilarga tegishli. Keyingisi eng ko'p qilingan xatoliklar dorilarning sifatsiz, poddelkalari bo'lishi, soxta dorilar bo'lishi va noto'g'ri saqlangan dorilarni bo'lishi. Noto'g'ri saqlanish muhitlar aptekadan chiqqandan keyin uy sharoiti yoki klinik sharoitida quyoshda boshqa qolib ketishi va srogini yaqin bo'lishi yoki o'tib ketganligi e'tiborsizlik qilish. Mana bu holatlar organizm reaksiya berishi, bu sifatsiz poddelka dorilarga xudo shu qarshi choralar ko'rilyapti. Va endi birlamchi yordam nima qilamiz? Allergiya yengil, o'rta og'ir holatda bo'lishi mumkin organizm. Yengil holat bo'lgan bo'lsa, bunga ko'proq suyuqli ichish va antigistaminlardan foydalanish, baribir reja asosiy shifokor ko'rinish. Agar og'ir holatda bo'lgan bo'lsa, biz pulmonologlarda asosiy allergiya beruvchi holat nafas yo'llarini siqib qo'yishi. O'shaning uchun nafas yo'lini ochuvchi dorilardan foydalanish, salbutamol qilish va to'g'ri yotqizish va tez yordam chaqirish. Birlamchi tez yordam chaqirish, tez yordam o'zi kerak muolajani beradi va sizda bu holatga yechim qilib beradi. Xudo xolisi hech kim kasal bo'lmasa, dori o'tganda e'tiborli bo'linglar. Sog' bo'linglar.